Men Xonobod shahri hokimining qurilish bo'yicha o'rinbosari Farruh Ergashev Xonobod shahrimiz vodiy turizm markaziga aylanganligi hamda Kampirovod Mufey hududida 66 gektar yer maydoniga sun'iy ko'l qurilishi ko'zda tutilgan bo'lib, hozirgi kunda BioArt loyiha tashkiloti tomonidan taklifi 250 milliardlik loyiha ishlab chiqildi. Shu kungacha hozir Vazirlar Mahkamasining 479-ev sonli qarori chiqib, 43 milliard pul ajratildi. Shundan quruvchi tomoniga 30% pul moliyalashtirildi. Hozirgi kunda bu sun'iy ko'limizda Jalaquduq Duq tomonidan ishlar jadallashtirilib olib borilmoqda. Ko'limizni qisqacha ta'riflaydigan bo'lsak, ko'limiz 45 gektar yer maydoni sof suv maydoni bo'ladi. 7 ta lotga bo'lib olingan. Birinchi hududimiz dam olish maydonlari, ikkinchi hududimiz sirli bog', uchinchi hududimiz manzarali o'rmon, romantik bog'i, 5-hududimiz harakatlar maydonlari va xushbo'y o'rmon, 6-hudud meditatsiya bog'i, 7-hudud manzara maydoni bo'lib, bu hududlarimizni qisqacha ta'riflaydigan bo'lsam, dam olish maydonlarida chet eldan kelgan turistlarimiz, ichki turistlarimiz o'zlariga ma'qul bo'lgan kitoblarni o'qib yoki bir-biri bilan kitob almashtirishi mumkin. Ikkinchi hududimizda sirli bog'da bu yerda har xil turdagi rivojlangan davlatlardagi g'oyibona dachalar quriladi. U bir xillik bo'lmaydi bu yerda. Manzarali o'rmonimizda har xil davlatlarimizda o'sadigan shu turistlarni kelganda bu bizning davlatimizda o'sadigan daraxt, bu bizning davlatimizda o'sadigan daraxt qilib rivojlangan davlat hamda o'zimizning klimatimizga to'g'ri keladigan daraxtlar ekiladi bu yerda. 5-hududimizda harakatlar maydonimizda, xushbo'y maydonimizda bu yerda har xil turdagi gullar ekiladi. 100dan 200dan ortiq xil gullar ekilib, bu gullarga tomosha qilganda odamlarda kayfiyati ko'tarilishi uchun shu hamma qilayotgan ishlarimiz turistlarimizni ko'nglini olish uchun hamda ichki turizmni hamda chet eldan keladigan turistlarni rivojlantirish uchun qilinyapti bu ko'l loyihamizni asosiy maqsadi. 7-hududimiz bu manzaralar tomosha maydoni bo'lib, u yerda shu 7 ta lotni qaysi hududiga borishni o'zingiz rejalashtirib, reja qilgan bog'ingizga karterda yoki velo yo'lagida yoki piyodalar yo'lagida yoki elektromobil orqali hududlarda borib havo almashtirishingiz mumkin. Bu sun'iy ko'limiz 2022-yil mustaqillik bayramimizga ochilishi rejalashtirilyapti.